Keyingisi 24-masala. 24-masalada demak nima bo'lyapti qarang. Haligi tebranish tenglamasi x barobar a kosinus pita taqsim 8 ko'rinishdagi garmonik tebranish bor. Mana shu tebranishda yo'l 1,5 a bo'lishligi uchun qancha vaqt kerak deb so'rayapti. Yo'l 1,5 a bo'lishi uchun qancha vaqt kerak? Endi e'tibor qiling. Kosinuslik tenglama degani bu tebranish chetki vaziyatdan boshlangan degan. Ya'ni amplituda plus a dan boshlangan bo'lyapti. U 1,5 a yurish uchun oldin 0 gacha yuradi bitta a, keyin minus a taqsim 2 gacha yuradi, yarimta a bo'ladi. Demak, u mana shu yerdan shu yerga kelsa 1,5 amplituda yurgan bo'ladi. Endi bundan biz xulosa chiqaramiz. Demak, uning siljishi minus a taqsim 2 ga teng bo'lganda yo'li 1,5 a ga teng bo'ladi. Ya'ni siljishi, ya'ni x minusdan a taqsim 2 bo'lgan paytida uning yo'li 1,5 a ga teng bo'ladi. Ana endi shundan foydalanib, mana bu minus a taqsim 2 ni a'larini qisqartirib oldim va undan keyin kosinus pita taqsim 8 da minus 1 taqsim 2 ga tengligidan foydalansam, pita taqsim 8 2 pi taqsim 3 ga teng bo'ladi. Bunda mana bu pilar qisqarib ketsa, t ni topadigan bo'lsam, 8 kare 2 16, 16 taqsim 3 degan, mana 16 taqsim 3 degan javob kelib chiqadi.